Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilasiz Arifjonov kanali va do'stlar, bu mening birinchi YouTube'dagi videoyim. Bu lekin birinchi kanalim emas, bundan oldin ham kanallarim bo'lgan. Do'stlar, bu kanalda Dilasiga oid har xil kontentlar bo'ladi. Bugun biz Dilasida qanday qilib akkauntni kuchaytirishni o'rganamiz, tezroq va osonroq. Bu mening akkauntim, ko'rishingiz mumkin. Mana Ronaldo Husanov ham bor, olganman. Hatto Shomurodov ham bor mana menda. Bugun do'stlar biz qanday qilib akkauntni tezroq va osonroq kuchaytirishni o'rganamiz, yangi akkauntni. Xo'p, do'stlar, siz akkauntingizni yangi ochganingizda birinchi bo'lib sizga mana bu yerda tepada tanga va olmos beradi. 1200 ta tanga hamda 100 tami, 70 ta, 75 ta olmos beradi sizga. Va siz do'stlar o'sha pulni olganingizdan birinchi akkauntingizga futbolchi olishga qiziqmang. Birinchi bo'lib do'stlar, mana bu yerda siz stadion bor, mana kuchaytirganman. Birinchi navbatda stadionni kuchaytirishga ahamiyat bering do'stlar. Shuni unutmanglar, birinchi stadionni kuchaytirish kerak. Buni sababi nima desalar, chunki pullarni ham ko'p beradi, ham olmoslarni juda, masalan, hozir men stadionimga mana 50 bitta tanga beradi. Har bitta o'yinda o'zi yutqazsam ham. Chunki men Capacity degan stadionim bor. Mana agar siz olmosni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, mana o'ynaverasiz. Agar ko'proq olmos olmoqchi bo'lsangiz, mana Dream Live, bu yerda Dream Live degan joy bor. Bu yerda siz haqiqiy odamlar bilan o'ynaysiz. O'zingiz bilan. Bu yerda esa mana bu yerda botlar bilan o'ynaysiz. Mana bu yerda haqiqiy odamlar bilan o'ynaladi. Bu yerda esa mana sabitalar keladi. Bu sabitani ham sizlar bilan birgalikda o'ynab ko'ramiz tez orada. Bu yerda do'stlar mana bu yerda Dream Live bor. Bu yerda do'stlar iloji boricha yutaversangiz mana olmoslar beradi. Lekin do'stlar, agar bu yerda qiynalayotgan bo'lsangiz, iloji boricha yutqazing, hamma joyi qip-qizil bo'lsin. Hammasi yutqazilgan bo'lsa, sizni iloji boricha kuchsiz o'yinchilar bilan tashlaydi. Va kuchsiz o'yinchilar bilan o'ynab, osonroq bo'ladi o'ynashingiz. Xo'p. Endi do'stlar, siz birinchi akkauntingizni ochganingizda sizga 9 ta mana bunday sariq kartali futbolchilarni beradi. Unda do'stlar, siz birinchi navbatda darvozabon ham emas, himoyachi ham emas, hujumchi olishingiz kerak. Chunki yangi akkauntda unchalik kuchsiz futbolchilar bo'ladi va siz bu yerda hujumchi olishingiz kerak. Ko'proq gol urishingiz uchun hujumchilar kerak bo'ladi albatta. O'shaning uchun hamma adashadi, darvozabon oladi. Darvozabon faqat vartaga turadi va siz hujumchi olsangiz yaxshiroq gol urasiz akkauntingiz boshida. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda esa kuchaytirgichlar bor. Mana 3 ta legendarniy kuchaytirgichlar bilan mana futbolchilar kuchayib, mana darajasi oshib, oxirida mana full bo'ladi. Xo'p. Hozircha shular do'stlar. Keyin yana bu yerda mana bu stadionda do'stlar, siz mana har xil bazalaringiz bo'ladi. Mana bu yerda do'stlar, bu sizni futbolchilarni bazasimi yoki shunaqa joyi. Bu yerda center. Bu yerda mana kuchaytirib tashlayversangiz, hozirda menda 16% 40 tagacha futbolchi sotib olaman. Keyin kuchaytiraversangiz, oxirida full bo'lsa 64 ta futbolchigacha sotib olsangiz bo'ladi. O'sha aytganimdek do'stlar, ko'pincha birinchi bo'lib futbolchi olishga emas, albatta stadionni kuchaytirishga siz ko'proq sarflashingiz kerak do'stlar. Keyin mana shunday akkauntlaringizni yig'ib olasiz. Bu yerda har xil taktika qilsangiz ham bo'ladi. Mana har xil taktikalar bor. Men hozir mana bu taktikaga qo'ysam, mana. Xo'p. Bu yerda draft keladi. Buni ham o'ynash kerak albatta. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi.
Bu mening birinchi videoim. Qo'llab-quvvatlaymiz, podpishka qilib. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda do'stlar. Hali juda qiziq videolar bo'ladi. Videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hammalarga xayr, sizlar bilan Dilashod Zarifjonov kanali edi. Sog' bo'linglar.